harfini shu tilning uchiga emasda o'qishingiz kerak. Shunda siz qayta o'qib o'rganingizdan keyin o'qish tezligingiz oshib ketadi. Salomatmisizlar hammanglar? Yaxshi kelib oldinglarmi? Rahmat hammanglarga kattakon, yomg'irlarda qoldirmasdan kelib olganinglar uchun. O'zimni birinchi tanishtirishim kerak, siz bilan tanishib olish uchun. Buni hozir biz siz bilan kichik bir o'yin tarzida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ekranimizda hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, sonlar chiqib turibdi. Mana shu sonlar menga bog'liq. Siz bu sonlarni ko'rganingizda menga nisbatan qanaqa ta'rif bera olasiz? Bitta o'ylab ko'ramiz, keyin fikrlarimizni aytamiz, keyin to'g'risini topib ko'ramiz birgalikda. Xo'p. 31 yoshda. Xo'p. Aha, keyingisi 2 raqamimizga. 2 yildan beri ishlaysiz deb o'yladim. 2 yildan beri ishlayman, 2-sanada tug'ilganman. Xo'p, yana qanaqa fikrlar bor? Turmushga chiqqansiz. Aha. 3 farzandim bor. Xo'p, yana qanaqa taxminlarimiz bor? 31 yoshdasiz. Aha. 2-marta tug'ilgansiz. 2-marta tug'ilganman, 3-sanasiga qarab. Yaxshi. Kimda yana qanaqadir fikr bormi? Xo'p, endi ochib ko'ramiz. Xo'p, endi ko'ramiz, qani nima bo'lar ekan. 31 yoshdaman. 2 farzandim bor. Aha, 2 farzandim bor va hozirda Zinur akademiyasida ish faoliyatim 3 yildan buyon bo'lyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, men yoshim bilib oldik, mana 31 yoshda ekanman. 2 farzandim bor va 3 yildan buyon mana shu arab tili fonetikasi yo'nalishi bo'yicha Zinur akademiyasida offline hamda onlayn tarzda sizga o'xshagan o'quvchilarga dars berib kelaman. Xo'p, ana endi qisqacha bo'lsa ham men haqimda ma'lumotga ega bo'ldik. Endi Zinur akademiyasi haqida ham ma'lumotga ega bo'la olishimiz kerak, to'g'rimi? Ichimizda kelgan o'quvchilar tashqaridan hali Zinur akademiyasini kuzatmagan, ko'rmagan, tanimagan o'quvchilarimiz ham bor. Bizni tahsil olayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Xo'p, ana endi bu sonlarni bog'lab ko'ramiz Zinur akademiyasiga. Marhamat, 2 deganda siz nimani ko'ryapsiz? To'g'ri deganda, ya'ni 2 raqamimiz bor ekan. Nima deb o'yladingiz? Qani marhamat. Bolalarga ham, kichkina bolalarga ham dars beradi. Yaxshi, bu ham fikr zo'r. Yana o'ylab ko'ring. Aha. 2 marta bo'ladi kunda. Haftada 2 marta dars bo'ladi. To'g'ri, yaxshi. Yana amaliyot ham offline ham. Yashang. Ana endi ko'ramiz mana. Xo'p, 2 raqamimiz demak nimaga tegishli ekan? Hozirda 2 filialimiz bor. Mana shu Uchtepa filialimiz hamda Sergelida bor. Sergeli filialimiz bor ekan. Xo'p, to'g'rimizni endi ko'ramiz. 4 yildan beri mana faoliyat yuritib kelayotgan ekan. Xo'p, ikkimiz endi mana bular aytganlaridek offline hamda onlayn tarzda dars beramiz. Offline tarzda demak markazimizga yaqin bo'lgan o'quvchilar hattoki uzoq joydan ham kelishadi ta'lim olish uchun, ilm olish uchun. Viloyatdagilar asosan yoki ertalabdan kechgacha ishlaydigan, kelishga vaqt topa olmaydigan o'quvchilar uchun onlayn tarzda ham darslarimiz bor. Ilmga muhabbatingiz kuchli bo'lsa, sizni o'zi olib kelib qo'yar ekan, zo'r yashang. Xo'p, ana endi siz bilan bugungi mavzuyimiz haqida gaplashamiz. Bugun o'zi siz bilan nima haqida gaplashamiz? O'shani ko'rib chiqamiz. Mavzuyimizda demak to'g'ri va sifatli talaffuz hamda bexato o'qish haqida ekan. Xo'p, bugungi mana shu mavzularimiz asosida qaysi rejalar bilan ishlaymiz? Shularni bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p. Niyat va maqsad. Bugungi mavzuyimizga tegishli bo'lgan rejamiz bu niyat va maqsad haqida gaplashamiz. Xo'p, talaffuz nima va u nima uchun muhimligi haqida gaplashamiz. Xo'p, mahrajlar haqida gaplashamiz. Mahraj o'zi nima u haqida tanishib o'tamiz. Va to'g'ri aytgan g'olib bir kichik o'yinimiz bor. Bu darslarimizni o'rta qismiga yetib borganimizda sizga beriladigan vazifa bor. O'shani to'g'ri bajargan o'quvchimiz g'olib degan o'yinimiz bor. O'shani o'tkazib chiqamiz. Va bundan tashqari eng so'nggisi yoqimli lahzalar. Buni shu oxirgiga olib qo'yaman. Tugayotgan paytda aytaman nimaligini. Xo'p, birinchi nimamizni rejamizda bu niyat va maqsad haqida ekan. Xo'p, siz bu yerga nima niyat bilan va nima maqsad bilan keldingiz? Arabiy kitoblarni to'g'ri o'qib olish uchun yaxshi. Yana nima maqsad, niyatlarimiz bor?
Gaplashish uchun, muloqot qilish uchun kelamiz. Yaxshi. Demak, bu mavzuyimizning asl maqsadi mana shu o'qiyotganimizdagi har bir harfning, har bir harakatning to'g'ri joyidan chiqishi, bexato o'qishni o'rganish ekan. Xo'p, niyatimiz hammamizga ma'lum, a? Yaxshi. Ana endi talaffuz nima uchun muhimligi haqida gaplashamiz. Misol uchun za harflarimizdan ham hamma har xil chiqaradi. Kimdir tepaga tekizaman, kimdir pastga, kimdir ikkita tish o'rtasidan chiqaraman. O'zbek tilida buni aloqasi yo'q. Qayerdan chiqsa ham o'sha z tovushini chiqarib bera olsa, eshituvchiga o'sha harf to'g'ri betib borsa bo'ldi. Lekin arab tilida esa u harflarni o'zini joyidan, mahrajidan, eshigidan chiqarmasak, ma'nolari buzilishiga ta'sir bo'lib qolishi mumkin ekan. Xo'p, keyingi qismlarimizga o'tamiz. Xo'p, niyat va maqsadlarimiz haqida gapirib o'tdik. Talaffuz haqida ham gapirib o'tdik. Endi mahrajlar borasida gaplashib o'tamiz bugun siz bilan. Xo'p, mahrajlar asosiy biz hozirgi mavzuyimizga halqum va til uchidan chiqadigan harflarni misolida oldik. Xo'p, halqum harflari. Halqum o'zi nima edi? Tomog'ida, halqum. Xo'p, o'qiganlarimizdan bor ichimizda. Halqumda qaysi harflar chiqadi? Nechta harflarimiz bor? 6 ta harflar bor. 3 ta mahraj bor ekan. Xo'p, halqumni demak biz nima qilyapmiz? 3 ga bo'lib 3 qismga bo'lib talaffuz qilyapmiz. Halqum tubidan Demak, halqumda nima bo'layotgan ekan? 6 ta harf bor ekan. Halqumning eng tubidan ha harfimiz chiqardi. Hamza bilan bir qavatda turadi. To'g'rimi? Halqumning o'rtasidan endi ha bilan ayn harfimiz chiqib kelar ekan. Ayn bilan xoch. Eng yuqorisidan bitta ko'ryapsizmi? Harf bir xil. Bitta nuqtani qo'yib qo'ysak, harf o'zgardi, mahraj o'zgarib ketdi. Mana shu harfimizga yana bitta nuqtani qo'yib qo'ysak bo'ldi. Nima bo'ldi? Mahraj o'zgardi, bu g'oyn harfiga aylanib qoldi. Demak, ko'ryapsizmi? Bitta mana shu tomog'imizdan 6 ta harf bor ekan. O'sha 6 ta harfni o'zining joyidan chiqarib berishimiz kerak ekan. E'tibor bilan agar uni joyidan chiqarmasak, nima bo'ladi? Ma'nolar buzilishiga olib keladi. Xo'p, o'shalarni hozir misolda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi so'zimizdan qani o'qib ko'ramiz? Xo'p, birinchi so'zimizda demak, aynan halqumning tubidan chiqayotgan ha harfimiz bor ekan. Buni o'qiyotganimiz biz nima qilamiz? Fahmun. Tubiga tushib talaffuz qilishimiz kerak. Fahmun. Aynan mana shu fahm so'zidan harflarimizni mahrajini o'zgartirilgan holatda talaffuz qilsak, nima ma'no anglatib qolishini ko'ryapmiz. Bitta fahmun degan so'zimizni fahmlamoq, anglamoq, tushunmoq degan ma'noni anglatyapti. Endi biz o'sha ha harfini halqumning o'rtasidan chiqadigan ha bilan adashtirib etib qo'ysakchi. Fahmun. Fahmun. Ma'noni qarang, bu ko'mir degani ekan. Siz o'sha fahmlamoq deb yetmoqchi bo'ldingiz-da, harfni noto'g'ri etib qo'ydingiz, siz uni ko'mirga tenglashtirib qo'ydingiz yoki ma'noni butunlay o'sha ko'mirga aylantirib qo'ydingiz, o'zgarib ketib qoldi. Yoki bo'lmasa, endi mana shu ha harfini endi xoga aylantiramiz. Fahmun. Fahmun. Ko'rdikmi? Ma'no nima bo'lyapti? Dabdaba. Hashamatli, hashamat degan ma'noni anglatyapti. Uchala so'zimizni bitta dona harfini o'zgartirdik. Qolgan hech narsani o'zgartirmadik. Mahraj butunlay o'zgardi, so'zlarning ma'nosi butunlay o'zgardimi? Biz mana shuning uchun ham arab tilini o'rganyapmiz. Agar biz shuni harflarni nima qilib o'sha ha, o'zbek tilida nima qilamiz biz? Ikkita ha, yumshoq ha deymiz, qattiq ha deymiz, to'g'rimi? Darsda yozayotganmiz, e'tibor, diktant yozayotganda qaysi harf edi deb turardik, to'g'rimi? Lekin talaffuzda h deb kimdir aytadi, ha deb kimdir aytadi, to'g'rimi? Rahmat ham deyveramiz, to'g'rimi? Haliman bo'lib ketaveradi, haliman bo'lib ketaveradi, to'g'rimi? Kim qanaqa talaffuz qilsa qilaveradi, chunki bizda unaqa talab yo'q, ma'noga buzilish ta'siri yo'q. Arab tilida esa bor. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Har bir harfni o'zini nuqtasidan chiqarib talaffuz qilishimiz shart ekan. Yaxshi, halqum harflarimizni ko'rib chiqdik. Endi bularni sifatlari bo'yicha bitta tanishib chiqib olamiz. Sifat nima edi o'zi? Biladiganlar. Sifat.
xususiyatlari. Xo'p, demak nima bo'lyapti? Har bir harfning o'ziga xos bo'lgan go'zallashtirib beradigan xususiyatlari bor. Ba'zi harflarni biroz cho'zibroq talaffuz qilishimiz kerak. Ba'zi harflarni biroz qattiqroq, yo'g'onroq holatda talaffuz qilishimiz kerak. Ba'zi harflar unaqa cho'zishni yoqtirmaydi, ba'zilar tebranibroq talaffuz qilishni yoqtiradi. Ana shu sifatlarni olimlar ustida bosh qotirib, qaysi sifatni biz bilamiz eshitish orqali yetib kelgan bu, to'g'rimi? Buni nima qilyapmiz? Biz olimlar ustida buni berib ko'rishgan, o'sha tebratibroq ham talaffuz qilib ko'rishgan, buzib talaffuz qilib ko'rish orqali to'g'ri o'rganish mumkin, to'g'rimi? O'shanga cho'zish, bilamiz, rohava degan sifatlarimiz bor arab tilida. Ana shu cho'zish holatini bayniga ham o'zgartirib ko'rishgan, qalqalaga ham, shiddaga ham o'zgartirib ko'rishgan, harf qay darajada eshituvchiga to'g'ri yetib boryapti. Shularni yaxshilab o'ylab o'ziga mos bo'lgan, shu haqiqatda eshituvchiga shu zliga, o'sha mliga yetib boradigan darajada o'ziga xos bo'lgan sifatlarni bergan. Xo'p, birinchi tubudagi halqum tubudagi harfimizda endi nima sifatlari bor edi eslab ko'ramiz biladiganlar, marhamat. Rohava, hams degan. Demak, biz halqumni tubiga shunchaki tushib chiqib ketish emas, tushgandan so'ng unda rohava degani bu noldan bilmagan o'quvchilarimiz uchun ma'lumot bermoqchiman, bu biroz talaffuz qilayotganda cho'zib turish. Harfni biroz cho'zib turish edi. Endi qancha cho'zib ketaman, xohlagancha cho'zaman. Yo'q, taxminiy 2 miqdorcha cho'zib turish kerak. Undan ko'p ham kam ham bo'lish kerak emas. Demak, pastga tushgandan keyin, tubiga tushgandan keyin biz nima qilishimiz kerak? Ozgina tovushni ushlab berishimiz kerak. Shunchaki fahmu emas. Fahmu. Ko'ryapsizmi? Bir pastga tushib, ushlab, keyin chiqdik yana yuqoriga. Xo'p, keyingi harfimizda o'rtadagi ha harfimizda bu harfimizda ham xuddi shu sifat. Demak, tushgandan so'ng ozgina halqumni o'rtasiga tushgan, biroz uni cho'zibroq talaffuz qilamiz va hams bu biroz talaffuz qilayotganimizda tovush bilan birgalikda havoning to'lib chiqishi degan ma'noni anglatadi hams sifatimizni. Ana shu sifatlarni berib, fahmun. Uncha sizga nima dedi? Ha, yaxshi eshitilmay qoldi, to'g'rimi? Demak, o'sha joyiga tushgandan keyin ozgina fahmun holatida talaffuz qilib berishimiz kerak ekan. Xo'p, xo harfimizni ko'rib chiqamiz endi. Xo harfimizda ham ana shu cho'zish holati bor, ana shu havoning ko'p holatda chiqish holati bor va unda plus bularga o'xshamaydigan yo'g'on, u harf yo'g'on holati, istilo degan ma'noni anglatadi arab tilida, yo'g'on holatda talaffuz qilishimiz kerak ekan. Bo'lmasam, inglizchaga bo'lib qolsa harfimiz qanaqadir sal noqisroq holatda chiqib qolar ekan. Endi o'qisak biz buni joyiga qo'yib, fahmun desak, unaqa harfimiz yo'g'on bo'lmadi. Demak, tushgandan keyin mahrajiga biz uni yo'g'onligini berib, biroz harfni ushlab turib, cho'zish holatida talaffuz qilib berishimiz kerak ekan. Mana shu sifat nima uchun kerak? Biz mana shu o'qiyotganimizda, to'g'ri o'qiganmiz, ichimizda o'rganganlarimiz bor, o'qiyotganimizda tez o'qib, zo'r o'qib olishga intilamiz. Tezroq o'qisam deyman ham sharlat. Yo'q, arab tilida shoshish katta rol o'ynamaydi. Eng birinchi o'rinda siz shoshmasdan harflarni dona-dona qilib, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha go'zallashtirib berayotgan sifatlarni joyiga qo'yib o'qishingiz kerak. Shunda siz qayta-qayta o'qib o'rganingizdan keyin o'qish tezligingiz oshib ketadi. Biz hech ham shoshilishimiz kerak. Agar shoshilganimiz sifatda uni sifatlarni ham keyin sizga voy, nimadir o'xshamayapti-ya. Meniki o'xshamayapti, qanaqadir bularniki boshqacha, meniki chiqmayapti degan savol. Nimadan o'shalar? O'sha biz shoshishimizdan, harfni o'sha to'liq rohavami, cho'zishmi, o'shanisini bermasligimizdan sodir bo'ladi. Va bizniki ham shunaqa. Agar siz ham shu sifatlarini joyiga qo'yib, yo'g'onmi, ingichkami, cho'zadimi, tebratadimi, joyiga qo'yib talaffuz qilsangiz, xuddi sizniki ham shirali, yoqimli, eshitganda mazza qiladigan holatda bo'ladi. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Har bir arzimagan nuqtadagi ko'rinayotgan narsaga biz katta e'tiborni berib o'qishimiz kerak ekan. Demak, bu harflarimiz nima bo'ldi? Uchalasi ham halqumdan chiqadigan harflar, lekin ularning hammasini o'zini nuqtalari bor ekan. Xo'p, yaxshi. Ana endi keyingi harfimizni biz til uchidan chiqadigan harflarimiz haqida gaplashdik. Buni misolida biz z harfidan olaylik. Mayli, o'zbek tilidagi z harfi deylik. Mana shu z harfimizda arab tilida 3 ta z bor ekan.
uchta. Uchalasining ham mahraji bir-biridan farq qiladi. Ikkitasi bor, bir-biri bilan bir xil, bitta joydan chiqadi, ammo unda sifatlar boshqacha. Unda sifatlar boshqacha. Xo'p, misolni o'qib ko'ramiz. Qani? Nima deb yozib ko'ribdi, o'qiydigan bilamiz. Aha. Ikkinchida turgan harfimiz aynan biz hozir qidirayotgan harfimiz, Bu harfimiz qanaqa talaffuz qilinishi kerak? Bu harfimiz, til bosti deb nomlanadi arab tilida. O'zbek tilida biz chuchuk harflar deb yodlab olganmiz, to'g'rimi? Ana shu harfni demak biz biroz tillarimizning uchini, tepada tishlarimiz bor. Bu tishlarimizni sanaya biz quyon tishi deb aytamiz, Ana shu quyon tishlarimizning uchiga, qirrasiga tekkizgan holatda talaffuz qilishimiz kerak, Ozgina nima qilish kerak? Tilimiz chiqib turishi kerak. Agar chiqmasa, u oddiy z holatiga aylanib qoladi. Nazmun, nazmun, nazmun. Tilimiz biroz chiqqan holatda bo'lishi kerak. Ko'rinmasa, ya'ni bu chiqish qay darajada ko'p ham bo'lishi kerak emas, kam ham sherigingiz ko'rinadigan darajada chiqib turishi kerak unimiz. Nazmun, nazmun. Talaffuz qilib ko'ring. Qayta talaffuz orqali sizda o'sha narsa o'xshashni boshlaydi. Nazmun deganimiz endi bu afsus degan ekan. Afsus, nazmun desak bu afsus degan ma'noni anglatayotgan ekan. Keyingi so'zimizda endi bitta shu harfni o'zgartirdik. Nazmun. Nazmun. Aynan bu z harfimizning mahraji tillarimizning uchlari, pastda tishlarimiz bor, endi qarang mahraji o'zgardi. Pastki tishlarimizning ichkari tomonida turar ekan, biroz suyanib devorlariga. Nazmun, nazmun. Unda ham ko'ryapsizmi, harfni biroz cho'zish sifati paydo bo'ladi. Shunchaki nazmun, nazmun emas. Nazmun qattayu, nazmun. Farqi bormi? Baribir ikkinchisi quloqqa boshqacha eshitilyapti, to'g'rimi? Nazmundan ko'ra. Demak, mahraj o'zgardimi? Nima bo'ldi? Ma'no ham o'zgardi. Nazm degan ma'noni anglatyapti. Bitta harf bilan o'zgarib ketyapti. Ya'ni sizda shu turaveradi kitobda, ammo talaffuzda siz bunisini aytib qo'ysangiz, ma'noni o'zgartirib qo'yasiz. Xo'p, keyingisi endi bu ham nazmun, faqat bunda endi zo harfimiz ishtirok etilyapti. Nazmun. Nazmun. Bu zo harfimiz. Bu harfimizni yo'g'on arab tilida istilo deb nomlaymiz. Bu harfimizni yo'g'onlik holatini tilning orqasini ko'tarib talaffuz qilishimiz kerak ekan. Aynan endi bu nazmun so'zimiz buyurtma degan ma'noni anglatadi. Uchalasini ham qarang, afsus, nazm, buyurtma bir-biridan butunlay boshqa farq qiladigan ma'nolar ekan. Zo harfimiz ham xuddi shu tepadagi birinchi so'zimizga o'xshab zal harfimizning mahraji bilan bir xil. Unda kelayotgan shu rohava sifati bor, ikkalasida ham bir xil. Farqi bu harfimiz yo'g'on, tilni orqasini ko'tarib talaffuz qilishimiz kerak. Shunchaki nazmun emas, nazmun, nazmun yo'g'on qilib tilni orqasini ko'targan holatda talaffuz qilishimiz kerak ekan. Xo'p, farqlarini ko'rib chiqdik-a? Xulosalar paydo bo'lyaptimi? Fikrlar sizda, demak, har bir siz oddiy ekan deb o'ylagan narsalarimiz bir boshqacha, e'tiborni yaxshiroq berishimiz kerakligi haqida bizni nima qilyapti? Undayapti. Yaxshi. Xo'p. Xo'p, to'g'ri aytgan g'olib o'yinimizga yetib keldik mana endi. Xo'p, dostamizga e'tibor berib turamiz, Mikrofon bersak bo'ladimi? Xo'p. So'zlarni chiqaraman. Kim ko'rib darhol o'qib bermoqchi bo'lsa, tez qo'lini ko'taradi, mikrofonni beraman. Ya'lamuna hayhab zahro. Ana xilada chiqara olmayman. Aha, xo'p. Ya'lamuna hab zahro. Ya'lamuna habu hab Aha. zahro. Zahro, yaxshi, rahmat. Yana kim? Ya'lamuna hab Yashing. zahro. Yashing. Ya'lamuna Aha. hab Aha. zahro. hab zahro Zahro. Yashing. ya'lamuna Aha. hab Yashing. zahro Ya'lamuna hab zahro.
Halqum harflarimizdan ayn. Buni mahraji qayerda edi? Halqumni o'rtasidan chiqadigan bu harfimizning mahraji halqumni o'rtasi. Boya ko'rib chiqdik-a? Halqumni 3 ga bo'ldik. Demak, o'rtadan chiqadigan harfimiz ekan. Va bu harfimizda biroz miqdorda cho'zishimiz kerak. Hozir ba'zi o'quvchilarimiz talaffuz qilishgan, unda ya'lamun bo'lib qoldi. Biroz unda biz bayniya degan, ya'ni o'rtacha miqdorda cho'zib ushlab turadigan joyni shidda, ya'ni qattiqlik bilan tegish holatiga sodir qilib qo'ydik. Biz endi nima qilishimiz kerak? Bunga bayniya, ya'ni biroz cho'zgan holatda talaffuz qilib ya'lamuna. O'rtada demak biroz cho'zish, mu degan cho'zg'i holatimiz ham bor. Bunda ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'lamuna holatida talaffuz qilishimiz kerak ekan. Xo'p. Keyingi so'zimizda endi yozilganida bizda ba'zi kamchiliklar bo'ldi. Ikkita H'imiz bor. Ikkalasi ham bir xil harf. Mana shu H harfimizda bu yerda ligatura. Ligatura bu arab tilida shunday qoida borki, harflarimiz ustma-ust kelib qoladi. Chunki arablarda bo'g'in ko'chirish yo'q. Bizda so'zimiz yetmasa nima qilamiz? Joyimiz yetmasa, darrov bo'g'inlab olardik-da, chiziqcha bilan pastga yozib ketardik. Arablar bu holatdan foydalanishmaydi. Ular harfni ustma-ust holatdan foydalanib yozishadi. Mana shu holatda ko'rayotgan bo'lsak, birinchidagi harfimiz butunlay boshqacha bo'lib o'zgarib ketdi. Yarmi yo'qolib ketdi harfni. Bu ligatura deb nomlanadi. Biz bu ligaturalarni yaxshilab ko'ra olishimiz kerak. Tashab ketmaymiz. Yaxshilab e'tibor berib, buni ko'rish bilan, ko'z bilan yaxshilab yodlab olamiz. To'g'ri yozuvda chiroyli yoza olmasligimiz mumkin uni, lekin uni o'sha harfni borligini his qilgan holatda joyida mahrajlardan chiqarib o'qishimiz kerak. Endi buni o'qisak, haba 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 haba. Sukunli holatda turgani uchun B harfimizga ham e'tiborni berishimiz kerak. U yerda tebranish holati. Agar biz hab hab bo'lib qolsa, harfimiz nima eshitildi sizga? B harfimiz P ga moyil bo'lib qolyapti. Demak, o'sha sifatni kam qildim, harf o'zgardi. Qalqalasini, ya'ni tebratish holatlarini berib talaffuz qilishimiz kerak ekan. Xo'p, keyingi so'zimizni boya aytganimizdek Z harflarini farqini ochib chiqdik. Bu harfimiz chuchuk Z edi. Aynan tillarimiz biroz chiqib turgan holatda talaffuz qilganimizda Zahro, Zahro, Zahro holat. Agar biz Zahro deb qo'ysak, bo'lmas ekan. Ma'nonimizni nima qildik? Buzib qo'yamiz. Demak, tillarimiz ozgina chiqib turishi kerak ekan, ichkarida qolib ketish kerak emas va ha tubudagi harfimizni chiqarib, keyingi harfimizga o'tib ketishimiz kerak ekan. Xo'p, yana qanaqa sizlarda fikrlar, savollar bor? Halqumning o'rtasidan chiqadigan harfimizda, halqumning o'rtasi. Biz talaffuz qilayotganimizda birinchi harflarimiz harakatli holatda va u sukunli holatda bo'ladi. Harakat bu aynan harfni harfga qo'shib berish uchun yordam beradigan vosita. Harfni harakatlantirib beruvchi vosita hisoblanadi. Ya'ni shunchaki biz arab tilida bilamiz, hamma harflarimiz undosh harflar. Undoshga qo'shib o'qib ketish bo'lmaydi, to'g'rimi? Biz unga ostiga yoki ustiga harakatlarni, shu chiziqchalarni qo'yib turgan holatda bir-biriga qo'shib o'qiymiz. Demak, biz harakatli holatda ayn harfini talaffuz qilayotganimizda aynan o'sha yerdan, halqumning o'rtasidan chiqarib talaffuz qilishimiz kerak. Biz ko'pincha o'quvchilar bilan shug'ullanayotganda e'tibor beramiz, adashtirib qo'yishadi o'rnini. Sukunli bilan harakatlini. Sukunli talaffuz qilinsa ham harakatlini aytib berishadi, harakatlini ham sukunli. Biz ajratib olishimiz kerak ikkalasini. Harakatli holatda harf shu yerdan, o'rtadan boshlanishi kerak. Sukunli holatda sukun bu to'xtash degani, tormoz degani. Aynan mashinada ham bor, gaz bor, tormoz bor. Gazni biz harakatga misolda bog'lab olaylik, tormozni sukunga bog'lab olaylik. Demak, yo gaz bo'lishi kerak yoki tormoz bo'lishi kerak. Ikkalasini baravar bosib bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Demak, harfda yo sukun bo'lar ekan yoki harakat. Sukunli holatda aynan o'sha harfda to'xtalganda biz harfni o'sha halqumni o'rtasiga tushiramiz endi. Biz boshqa harfni talaffuz qilib keldikmi, endi tovush halqumni o'rtasiga tushib qolishi kerak. Harakatli holatda o'rtadan chiqadi, sukunli holatda o'rtaga tushishi kerak. Aynan endi harakatli holatda talaffuz qilsak biz halqum birozgina siqilgan holatda bo'lyapti. Birozgina. Qanaqadir bu yoqimli, yoqimsiz holatga o'xshashi mumkin. Boshida siz shuni o'rganib olib chiqarib olishingiz
gacha. Lekin u yog'i sizga oson bo'lib qoladi. Unchalik sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. O'zi harflarimiz oson, qiyin emas. Faqat biz ozgina anglab olishimiz kerak. Ozgina his qilib olishimiz kerak. Arab tilida shunaqaki, his qilish, anglash birinchi o'rinda. Siz o'sha harfni his qilib, anglasangiz, qayerdan chiqayotgan, qayerga tegib, ishqalanib chiqayotgan bilmasangiz, siz harflarni o'rganib olishingiz oson hisoblanadi. Demak, halqumni biroz o'rtasini siqqan holatda talaffuz qilamiz. Bunga misol mashqlarimiz bor edi, biz mana o'qiganlarimiz ham bor ichlarimizda. Aynan bu harfimizni har bir harfni chiqarish uchun o'ziga yarasha takrorlash, mashqlar kerak. Unga o'sha harfni chiqarishga yordam beradigan bir usullar bor. Misol uchun biz o'sha og'izni kattaroq ochgan holatda talaffuz qilishimiz mumkin. Barmog'imizni olamizda, ikkita barmog'imizni bundoq qilib qo'ydik. Og'zimizga qo'ygan holatda talaffuz qilamiz. Ya'ni bitta barmog'imiz qo'ysak bu ingichka, to'g'rimi? Ikkitani qo'ysak sal og'iz majbur kattaroq ochiladi. Demak, og'izni katta ochganimizda, talaffuz qilganimizda bu yerlar ko'tarilib ishlar ekan. Bu yerlar ishlagandan keyin bo'tlaringiz qizish, qanaqadir og'riqlar hosil bo'ladi. To'g'rimi? Siz uni sezasizmi? Anglaysizmi? Keyin miya buni sezgandan keyin signal beradi. Ha, harf bu yerda ekan, butan chiqish kerak ekan deb miya o'sha hammasiga signal bergandan keyin harf chiqishni boshlaydi. Demak, talaffuz qilib ko'ramiz birgalikda. Qarang. Faqat a deb talaffuz qilamiz, ichkariroqdan chiqarishga harakat qilamiz. Qarang. Biz darsda olmani ham mashq qilib etamiz. Ha? Kattaroq olmani olib yemoqchi bo'lamiz u, ammo yemaymiz. Uyga chiroyli dasturxon bezatib qo'yganmiz, ustida katta olmalar qo'yib qo'yganmiz. Kiradi deb olamizmi deydi, o'sha olmadan olib bering deydi, to'polon. Anta bor, olib beraman, kesib beraman. Yo'q, o'shan. Keyin mayli endi mehmon olib to'polon berganingizdan keyin nima qiladi? Katta o'zi o'zi kichkina, katta ochib tishlaydi. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab biz ham katta olmani olishimiz kerakda, og'zimizga olib borib tishlamoqchi bo'lishimiz kerak. Olib boramiz, yemaymiz. Tishlamoqchi bo'lib olib boramiz, qaytaramiz. Shunda biz og'izni katta ochib deganimizda bu yerlar siqilib, ko'tarilib ishlaydi. Keyin bu yer qizigandan keyin harf sekin joylashadi. Uy qurmoqchisiz, tasavvur qiling, yer oldingiz. Anchadan beri qarovsiz yer. Nima qilamiz? Uni birinchi bo'lib tozalaymiz. Chiroyli qilib, o'tlari bo'lsa yulamiz, yurish uchun asfaltla qilamiz, boshqa qilamiz, keyin ustiga binoni qurishni boshlaymiz, to'g'rimi? Yerlarini tekislaymiz, tozalaymiz. Xuddi shunaqa harfni ham biz joylashtirish uchun bu yerni yo'llarni ochishimiz kerak. Bo'tlar yopiq. Chunki o'zbek tilida bizning talaffuz o'sha faqat x bilan h ga ishlagan, yuqorilar ishlagan. Pastlar, o'rtalar, tubi umuman ishlamagan. Gaplashayotganimizda ba'zida o'sha tovushlar chiqib qolishi mumkin, lekin o'qiganda ularni chiqarmaganmiz biz. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? O'tni ochishimiz kerak. Ochish uchun mana shu mashqlarni qilishimiz kerak. Shu mashqlarni qilganimizdan keyin o'tlar ochiladi, seziladi. Bu yerlarimiz uxlab yotibdi. Uyg'otishimiz kerak. Uyg'otish uchun shu mashqlarni qilib sezdirishimiz kerak, keyin bu harfimiz chiqishni boshlar ekan. Demak, mashqlarimizdan bittasi shu. Va yana ba'zi nimalarimizni ham berishadi, bu ham foyda beradi-ku. Lekin men darslarimda buni tavsiya qilmayman. Aynan qo'limizni tomog'ini o'rtasiga urib qilib talaffuz qilish. Lekin men bunga to'g'ri chiqadi, lekin tavsiya bermayman. Chunki hamma har xil urib qo'yadi. Bir xil harf chiqmayotgan, jahli chiqqanda qattiqroq urib qo'yadi. Chunki o'zimda ham mana shu o'quvchi bo'lganlar, shu harf yosh kattaroq o'quvchi bo'lganlar, ayni chiqaraman deb qattiqroq urib qo'yganlar. Jahllari chiqib qolganda balki nimayman deb chiqmayapti degan baribir o'zingizga siqilish, afsuslanish bo'ladi. Qattiqroq urib qo'yganlar ovoz bo'g'ilib qolgan. Hillab bo'g'ilib qolganlar, aynan imtihon topshiradigan paytlari bo'lib qolgan. Ovoz endi boricha topshiring endi dedim. Bo'g'ilib qolgan, bir hafta 10 kungacha ovoz ochirish qiyin. Chunki bo'tlar juda ham nozik bo'ladi. Juda ham nozik. Qattiqroq urib qo'ysak, ziyon kelishi mumkin, tomoq paychalari bo'g'ilib qolishi mumkin. Shuning uchun men bu usulni unchalik ham beravermayman. Mayli, bu ham chiqarishi mumkin, faqat endi kim qanaqa urishini bermayman-da. Urib qiling desam, kimdir qattiqroq urar, kimdir sekinroq urar. Shuning uchun buni bermayman. Ana shunaqa qilib talaffuz qilsak bo'lar ekan. Olma mashqini qilib yoki o'sha olma bo'lmasa qo'limiz bilan birgalikda mana shunaqa qilib talaffuz qilsak, ayn harfimiz chiqishga yordam bo'lar ekan. Bu aynan mashg'ulot. Bizga o'sha mashg'ulotda qiyinroq bo'lsa, chiqmayapti-ku 10 ta tez, 100 ta tez, balkim 100 ta chiqmadi, balkim 500 ta chiqar. Bilmaysiz, hamma individual organizmi, to'g'rimi? Harakat qilishingiz kerak.
Agar chiqmayapti-ku deb tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Harf umuman chiqmaydi. Miya shuni yodlab oladi. Sen chiqmaydi degansan, sen qila olmaysan degansan, men bundan ortiqni bajara olmayman deydi. Yo, men qila olaman, men eplamayman, men chiqara olaman deb o'zingizga ishonchi bo'lsa, siz ham bu harfni chiqarasiz. Hamma yoshligidan o'rganib o'sha darajaga chiqqan, katta bo'lgan. Hech kim birdaniga tug'ilishi bilan shu olimi, ulamolar bo'lib ketmagan. O'shalar ham noldan boshlab A-I qilib, o'rganib shu darajaga chiqishgan. Siz ham ularga ko'rib havas qilyapsiz, ularni ko'rib. Siz ham shu yoshlikdan noldan boshlab 10-qadamgacha yetib borishingiz kerak. Demak, shu mashqlarni qilsak, talaffuz bo'lar ekan, harakatli holatda chiqarib olar ekanmiz. Endi sukunli holatlarni talaffuz qiladigan bo'lsak, nima qilamiz? Tovushni o'rtaga tushirishimiz kerak. Buni yana bitta usuli, biz bilamiz, xalqimning o'rtasidan hozir ikkita harf chiqadi dedik. Aynan ha harfimiz ham bor. Mana shu ha harfini talaffuz qilib turib, ayn harfini chiqarib olish mumkin. Tasavvur qiling, chelakni oldik, ichiga suv soldik. Suvni olib bordik-da, to'kib, o'rniga sutni solib olib chiqdik. Hozir shunaqa usulda qilib ko'ramiz. Xo'p, xalqimning o'rtasiga boramiz. Ha bilan bordik, ayn bilan chiqib kelamiz. Bu nima? Ha harfimiz o'rtaga tushyapmiz, aynan bu sukunli holatda. Bordiga, mana shu joyga borib olgandan keyin endi biz to'kdikda suvimizni, sutni solib chiqishimiz kerak. Endi aynni solib chiqamiz. Bu ham aynan ayn bilan ha'ni o'zini me'yorda qilib olishga yordam beradigan usul. Buni ko'p darslarimda qo'llayman va bunda natijasi bo'lgan o'quvchilarda. Shuning uchun sizlarga ham misolda aytmoqchiman. Demak, nima qilamiz? Buni aynanchi ayn harfini mahrajini topa olmayotgan o'quvchilarga ham yordam. Qayerda edi, qanaqa chiqarib olaman o'ti degan. Aynan siz haga bordingiz, haga borganingizdan keyin majbursiz. Endi nima qilasiz? Ozgina halqumni siqib berasiz. Shunda tovushni chiqarasiz, ayn chiqib keladi o'zi. Mana shu usullarni ham uyda mashq qilib ko'rasiz. Halqum harfi haga bordik, o'rtasiga borgandan keyin to'kvoramiz uni deb ozgina tomoqni siqamiz, deb chiqarib kelamiz. Shunda ikkalasi ham me'yorda bo'ladi. Va yana bittasi, mana shu ha harfimizni agar mustahkam, pishiq, zo'r qilsak, aynimizdan chiqishi oson bo'ladi, zo'r bo'ladi. Hayimizda agar zaiflik bo'layotgan bo'lsa, ayn harfimiz ham chiqish qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki ularning mahraji bir-biriga yaqin bir joyda hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari harfimizni tashdidli holatda talaffuz qilib ko'rsak ham bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Ham harakatli, ham sukunli holati o'zini normasida bo'lib qolar ekan. Qanaqa qilib desak, buni tashdidli, ya'ni harfni ikkilantirib qo'yamiz. Biz xalqimning o'rtasiga tushyapmiz va o'rtada biroz ushlab turib, keyin chiqaramiz. Endi tashdidli holatda qilsak, aynga bordik, ozgina ushlab turdik, keyin qo'yib yubordik, tovush chiqib kelyapti. Mana shuni ichida ham harakat, ham sukun bor. Ham harakat ham bu ikkalasini ham sukunlikni, ham harakatini normaga qo'yib olish uchun bu ham bitta mashq. Kimgadir bu ham foyda beradi. Xo'p, mana shuni biz harakatlarni o'zgartirib ham talaffuz qilsak bo'ladi. Yoki u bilan ham talaffuz qilib ko'rsak bo'ladi. Buni ham qilib ko'rsak bo'ladi. Harakatlarni o'zgartirib, chunki hamma harakatni o'zini o'rni, o'zini joyi bor. O'zida o'sha chiqish kerak. Ba'zilarimizda shunaqa harakatli holatda fathasida yaxshi chiqishi mumkin, asida. Usida chiqmay qolishi mumkin-da. Shuni ham normaga keltirib olish uchun bu mashqlarni ham qilib ko'rsangiz bo'lar ekan. Xo'p, qanaqa yana savolinglar bor? Yumshoqni biz aytamiz, o'sha o'zbek tilida yumshoq deymiz, aynan shu xalqim tubidagi haga tegishli bo'ladida. Xalqimni tubidan chiqaradigan hayimiz. Xo'p, bu harfimiz o'zbek tilida yo'q harf. Bizda arab tilida 3 xil h bor deb aytdik, o'zbek tilida esa 2 xil h bor.
O'sha qattiq h yumshoq h deb aytamiz. Biz ko'pincha o'sha yumshoq h bilan adashtiramiz, lekin unaqa emas. U yumshoq h o'rtadagi h ga mosroq biroz. Unda ham ozgina ushlash bor, lekin o'zbek tilida unaqa ushlamaymiz harfni. Demak, halqum tubidagi harfimizni, tomog'ining tubidagi harfimizni chiqarish uchun biz talaffuzda u harfni ishlatamiz. Pichirlab gapirmaymiz, pichirlab gapirsa u nima deysan gapir. U ana ha harfimizga tegishliroq bo'lib qoladi. Gapir. U ha ga. Bular tubidigini aytyaptilar. Tubidagisi endi biz nima qilamiz? Biz o'zbek tilida mana deyapsiz-ku mana. Qaysi shunaqami? Deb turganimizda o'sha harf bilmagan holatda chiqadi bizda. Bu harfimiz o'zi qiyin emas. Faqat o'quvchilar o'zligini qiynab, hillab qo'shadi, qiynashadi, o'zligini siqish kerak emas tomoni. O'zi tubidan erkin holatda chiqadi, biroz o'sha pastiga chiqalanganroq holatda chiqadi. Qanaqadir tovush sizga xuddi o'zingizni tovushingiz emas, birov erkak kishining ovozi chiqqanga o'xshab qoladi, lekin siz o'sha joydan chiqaring, o'zi shunaqa bo'lib tabiiy ravishda chiqib keladi. Buni aniq qilish uchun siz ko'proq nima gaping bor? Ko'proq telefonda gaplashganimizda shuni ishlatamiz. Ko'p o'rtoqlarimiz gapirsa, masalan uchun ko'proq qizlar ayollar kim bilan ko'proq gapirsa, orasi bilan ko'proq gaplashganda ko'proq eshitamiz yoki onamiz eshitishadi. Mana shunaqa deganimizda aynan mana shu hni biz ishlatar ekanmiz. Mana shu hni aytsangiz bu harf chiqib qoladi emas. Biz mana shu hni ko'proq aytganimizda bu halqumga mashq bo'ladi. Bu yerlarimiz ishlashni boshlaydi va ishlaganda, qiziganda, og'riganda biz sezishni boshlaymiz. Sezishni boshlaganingizdan keyin o'z-o'zidan siz uni ha deb bemalol chiqara olasiz. Mana shu usullardan ham foydalansak bo'ladi. Qani aytib ko'ramiz. Ikkita ani ni aytamiz, keyin ha deymiz, harakatli holatda o'qib ketamiz. Hop. Mana shunaqa holatda talaffuz qilamiz. Yoki endi isiga o'zgartiramiz. Hi. Buni bir nafasda qilishga harakat qilib ko'ring. Juda ni ko'paytirib yubormang, chunki hi deyishga o'sha nafasingiz yetmay qoladi. Hi deb qo'yish bu eng katta xato. Hi bo'lib qoladi. Bu tilni ma'naviy tomonlar tasavvur qiling, tilni mana tepa tomonlar talaga tegib qolganda hi bu xunuk bo'lib qoladi juda ham. Pastroqqa tushirib ko'ramiz. Hi. Ni hamchi pastroqdan his qilib pastroqqa tushirishga harakat. Shunchaki emas. Pastroqdan hi. Hu. Xuddi o'sha h-ga uni qo'shibsiz, h-ga i-ni qo'shib qo'yasiz. Hu. Hu. Aynan o'sha deganimizda biz bilmagan holatda o'sha harfni chiqarayotgan bo'lamiz. Qiziydi, tomog'i ishlaydimi, keyin u chiqishi oson bo'lar ekan. Xo'p, bundan tashqari biz bu harfni qayerdan chiqayotganini anglab olishimiz uchun ham ozgina to'g'ri o'tirgan holatda, to'g'ri o'tirish qoidamiz bor. Stulingizga yaxshilab suyanib, yelkalarimiz keng holatda, engashmasdan, siqilmasdan tomoqlarimiz to'g'ri, birozgina boshimizni orqaga tashlagan holatda biz ha, hi, hu. Mana shunaqa holatda talaffuz. O'shanda mamlatimiz sekin ushlab ko'rsak, vibratsiya bo'lyapti, o'sha dirilyapti. Dirillagan biz qo'limiz bilan ham sezyapmiz, quloq bilan ham eshityapmiz, miya ham buni sezyapti, tomog'i ham sezyaptimi? Hamma tomonlama biz sezsak, harfni chiqarish oson bo'lar ekan. Demak, biz nima qilishimiz mumkin ekan? Uyda buni yotgan holatda talaffuz qilsangiz ham bo'ladi, agar ustulda qilmasak. Faqat juda ham ko'p shug'ullanmaymiz, yosh katta insonlarimiz bor, davleniya bor baribir, to'g'rimi? O'ynashi mumkin, bosh biroz aylanadi. Shuning uchun ozgina dam olib va issiqroq suv ichib talaffuz qilsangiz yaxshi. Muzdek suv ichib qo'ysangiz bo'lmaydi, sal issiqroq, iliqdan issiqroq qilsangiz tomoqlar yumshaydi. Tomoq yumshaydimi, keyin talaffuz qanaqadir sizda tiqilib qolish, qirilib qolish deb bo'lmaydi. Tomoq yumshoq, bo'sh, ochiq bo'ladi. Ha, hi, hu. Ham bitta choysiz ovozlaringiz yengil bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatda ham issiq choylarni ichib, suvlarni ichib, boshni ozgina orqaga tashlab, qo'llar bilan sezgan holatda ha, hi, hu holatida talaffuz qilsak bo'ladi. Eng osoni bu sukunli holatda.
Keyingisi uzr. Harakatli holatda, eng oson harakatli holat. Sukunligi biroz ishlanish sizdan talab qiladi. Sabr, harakat, mehnat talab qiladi, to'g'rimi? Ozgina harakat qilasiz. Harakatingizni puxta pishiq qilgandan keyin sukunliga o'tasiz. Endi tovushni a dan keyin h ga tushiryapti. Pastga tushgandan keyin ozgina o'tda endi ozgina choy ichish kerak. Tez chiqib ketib bo'lmaydi. Ozgina choy ichib, chunki unda cho'zish bor. Ushlab turishimiz kerak. Mana shunaqa holatda talaffuz qilamiz. Uyda yotgan holatda ham qilsangiz bo'ladi. Tekis yotib olasiz, ozgina boshingizni orqaga tashlab, chunki o'tirganda boshingiz aylanishi mumkin, charchab qolishingiz mumkin. Yotgan holatda buni ham vazifani bajarishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana shu usullarni ham qilib ko'rsak, bu bizga chiqib ketadi. Mana shuni etsam bo'ldi, harf chiqmayapti-ku. Mana shuni etsam chiqib ketadi degdilar emas. Siz o'sha harfni chiqarishingiz uchun bu yordam, his qilib olishingiz uchun bu yordam. O'shani qilamiz, yordamdan foydalanamiz, keyin bizga oson bo'ladi harfni chiqarish. Mana shu tavsiyalarni avvaldan boshqa o'quvchilar ham sizdan oldingi ham, ularda bizdan ham oldingi o'quvchilar mana shu o'xshagan tavsiyalarni qilib chiqarishgan harflarni. Biz ham mana shu tavsiyalarga rioya qilsak, hech qachon kam bo'lmaydi. Albatta foydasi bo'ladi. Xo'p, mana shuni usullar bilan ham chiqarsak bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa savollar? Marhamat eting. Zo'r savol bo'ldi. Arab tilining dodasi deydimi? Bu dod. Arab tili bu dod tili deb aytishadi. Aynan mana shu harfimiz nafaqat o'zbek tilida, boshqa millatlarning tilida ham bu alfabetda yo'q. Mahraji chiqayotgan joyi yo'q. Mahraj o'sha chiqayotgan joyi bu harf yo'q ekan. Shuning uchun ham arab tilini dod tili deb ham aytishar ekan. Aynan uning mahraji endi qayerda bo'lyapti? Tilimizning yonlari bor-a? Ikkita yon. Hammaning tili har xil. Kimnidir tili ingichkaroq, uzunroq bo'lishi mumkin, kimnidir tili kengroq bo'lishi mumkin. Bu bizga qulay bo'lishi uchun berilgan bu mahraj aynan tilning ikki yoni yoki ikkisidan biri deyapti. Shunda ham bizni o'ylangan, ko'ryapsizmi? Ikki yoni tegadi. Qachonki tilimiz keng bo'lsa, tekkizib ko'ring. Kimdadir tili ingichka bo'lishi mumkin, bir yog'i qulay bo'lgan joyini. Aynan tepa tishlarimiz bor-a? Tepada jag' tishlarimiz bor. Mana shu jag' tishlarimizni ichkari tomoniga tekkan holatda talaffuz qilishimiz kerak ekan. Xo'p, bu harfimiz yo'g'on harf. Stelo harf, tilni orqasini ko'taramiz va tilimizni bu yerga joyiga suyantirgan. Tilni chiqarib qo'yish kerak emas. Ko'pincha aytishadi, zo deb ham talaffuz qilishadi, qanaqadir z harfi ham chiqadi. Yo'q, unaqa emas. Biz xato talaffuz qilib qo'ysak, agar tilimizni tishlab qo'ysak, zo bo'lib qoladi, zillab qoladi. Tishlamaymiz, ichkarisiga kirgizishimiz kerak ekan. Ikkisidan biriga olib boramiz, ichkariga tekkizamiz, tishlab qo'ysak bo'lmaydi. Bu yerda jag' tishlar ham katta rol o'ynaydi. Agar bu yerda jag' tishlarimiz bo'lmasa, biroz harfni istetola degan sifati bor. Aynan u harfni o'sha tovushini dimlangan, ya'ni qamalgan holatda cho'zilishi. Hozir o'shalarni eshitib ko'ramiz birgalikda. Va cho'zilayotganda plus o harf o'zi cho'ziladi. Rohava degan sifati bor, harfni ushlab turish. Taxminiy 2 miqdorda ushlab turamiz va plus unga istetola qo'shilyapti va itbo yopiq, ya'ni tillarimiz biroz oldi tomonlari ko'tarilganroq, tovush qanaqadir qamalibroq chiqayotganga o'xshaydi. Plus yo'g'onlikni oshirib beradigan sifat hisoblanadi itbo. Xo'p, tillarimizni qo'yib ko'ramiz, tepaga ko'taramizda, tekkizib ko'ring, ikki yoni tevyaptimi yoki bir yog'i. O'zingizga qulay bo'lgan holatni toping. Aha, qo'ydikmi? Endi talaffuz qilamiz. Do. Bu yerda tilimizni uchi ham bor, to'g'rimi? Bu yerda tilni uchi tegmasin degan narsa yo'q. Til istasangiz ham istasangiz ham uchi baribir tegib qoladi. Baribir uchi tegib qoladi. Faqat biz kuchni yonga berishimiz kerak. Ikki yonga kuchni uchiga berib qo'ymang. Do. Mana men hozir tilimni uchiga kuch berib talaffuz qildim oldiga. Lekin bu xuddi dal harfimiz ham bor, ingichka harfimiz. Xuddi o'sha harfi yo'g'onroq holatiga aylanib qoldi. Do. Tilni uchini emas, biz yonini qo'yishimiz kerak. Bosim
tilni yoniga berish kerak. Do, 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 di, 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 do, 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 do. Mana shunaqa holatda talaffuz qilishimiz kerak. Endi sukunli holatda talaffuz qilsak uni, demak, tovushni shu yerga olib boramiz. Tekkizamiz, ikki yoniga kuchni beramiz bu yerda ham. Uchiga bermaymiz. Uchi faqatgina ana shu setolaning chiqishiga, tovush chiqib ketmasligiga qamab turishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Bosim berib qo'ysak, agar hozir noto'g'ri variantini qilaman, eshitib ko'ramiz. Ad, ad, ad. Tilni uchiga ko'p bosim berdim. Qanaqadir unday hech qaysi harfga o'xshamaydigan bir sifat chiqmadi va harf qanaqadir T ga ham moyil bo'lib qoldi. T tovushiga ham o'xshab qolyapti, T ga. Men endi nima qilaman? Tilni yoniga o'zini joyiga kuch beraman. Ag, 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 ag. Aynan siz o'sha eshitayotgan qanaqadir tovush mana shu setola hisoblanadi. Tovush ozgina ushalib qamalyapti. Bu sizga eshitilishi kerak. Eshitildimi hozir? Mana shu narsa eshitilishi kerak va shunda ham biz uchini ko'p bosim bermaymiz. Bersak, ko'rasizmi? Chirandim, uchini ko'p bosim qilib qo'ydim-da va tilimni olishdan bo'lib tovush kesilib, undan qanaqadir havo chiqib ketadi. Qiynaymiz biz o'zimiz shunaqa. Unaqa qiynash kerak emas. Tilni uchiga bosim bermaymiz. Shunchaki yonini tekkizasiz. Oson, qulay. Shunchaki yonini tekkizasiz. Do, di, do. Va sukunli holatda ham shunda tekkizamiz, uchira tomon yopilyapti. Uchinchisi shunchaki yopib turadi, qattim emas. Yonlar qattiqroq yopilib, uchinchisi ohistaroq. Tovush kesilib qolmasligi uchun yopib beradi xolos. Ag, ag, ag. Id, 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 ud, ud. Tovushni o'shaman. Ud tez ana qilib qo'ymaymiz, kesib yopib qo'ymaymiz. Ozgina tovush ushalyapti, cho'zilyapti. Ag, ag, id, id, ud, ud. Mana shunaqa holatda talaffuz qilishimiz kerak ekan. Agar siz tilni endi boshqara olishingiz kerak. Til jilovlanmaganda biz uni boshqarishni bilishimiz kerak. Uchini agar qattiq bosim berib qo'ysak, u dod bo'lmas ekan. Dal bo'lib qolar ekan. Siz endi e'tiborni, anaqani xayolni bir joyga qo'yib, tilni yoniga ahamiyat berib tekkizishga harakat qilishingiz kerak. Ana shundagina dod harfi chiqadi. Buni albatta ko'proq oynaga qarab turib mashq qilsangiz bo'ladi. Lablaringiz cho'chayib qolmayaptimi yoki do bo'lib lunchlar ham shishib qolishi mumkin. Ana shunaqa holatlar bo'lmayaptimi? Bu ham texnik xatolar hisoblanadi. Lunch do bo'lib ishib qolishi. Ana shuni ham bo'lmayaptimi? Bularni oynaga qarab biz ularni xatolarimizni yengsak bo'ladi. Albatta bu ko'p talaffuz qilishi bilan istetolasi chiqadi. Birdaniga bo'lib qolmaydi. Sizdan talab, mehnat, ozgina sabr, toqat talab qiladigan aynan mana shu dod, ayn, halqum tubidagi ha harflarimiz hisoblanadi. Siz o'shanga agar sabr qilib, o'qituvchimizni nimalariga rivoya qilsak, maslahatlariga, berayotgan shu nimalarga rivoya qilsakkina chiqadi bu harfimiz. Qaytarsak, xato qilish bilan chiqamiz. Bittada aytganimlar to'g'ri bo'lmaydi. O'sha xatoni tan olishni bilish kerak. Xato chiqyaptimi? To'g'rilashga harakat qilish kerak. Shunda siz qayta talaffuz qilganingizda osonlashadi. O'sha tilga yod, miya kopiya qilib yotibdi uni. Xotiramiz buni qayta aytganiniz uchun kopiya qilib saqlanib qilib oladi. Keyin siz joyiga kelganda bitta kelgan boshqa paytda bir kitobni yo'ldan ko'rib o'sha harfni ko'rsangiz, aytsangiz shu harf sekin chiqishni boshlaydi. Chunki u ham miya yodlab olgan bo'ladi. Unga tanish bo'ladi. Xuddiki mana tasavvuringizda-chi, siz qayergadir xuddi borgandek, mana shu odamni qayerdadir ko'rganman deysiz, bu yerlarda bo'lganman deysiz-ku, lekin u yerda haqiqatda bo'lmagansiz, u insonni ko'rmagansiz. Uni siz bizda miyada tasavvur degan narsa bor. Biron bir narsa, misol uchun muzqaymoq desam nima kerak? Darrov xayolingizga muzqaymoq kelyapti, muzdeyligi xayolingizga kelyapti. Miya shuni tasvirlayapti.
Miya shuni tasvirlayotadi. Sizga misol uchun Orolbo'yi, Sahro bir nima desam, sizga o'sha qumli joylar, bir nimalar xayolingizga darhol kelyaptimi? Miya o'shani eslagan narsani, xayolingizda tasvirlangan narsa saqlanib qoladi. Xotirada saqlanib qoladi. Xotirada shunaqa ko'p narsalar borki, biz mana shu tug'ilgandan mana 31 yil ichidagi hamma narsa xotirada bor. Lekin uni hammasini ham men eslab aytib bera olmayman. Chunki ularning hammasi menga kerak emas. Kerakli joylarini aytib berish mumkin. Xuddi shunaqa harfni siz yana qayta talaffuz qilursiz, siz kelgan boshqa joyda ko'rganingiz, u sizga u tanishdi, yoddi, biladiganini turadi, harfingiz chiroyli chiqishni boshlaydi. Faqat uni takrorlash kerak. Takrorlamasak bo'lmaydi. Xo'p, yana qanaqa savollarimiz bor? Iste'lo harflarda til orqasini ko'tarishni qanaqa amaliylashish kerak? Iste'lo harflarimizdan demak talaffuz qilayotganimizda tilni orqasini ko'tarib talaffuz qilamiz yo'g'onligini berish uchun. Endi bu ozgina sizdan talab qilinadi. Ozgina orqaroqdan o harfimizni talaffuz qilish. Shunchaki og'izni o'zidan o emas, orqaroqdan o orqani ko'tarishga harakat qilib qo'yib, shunchaki og'izni o desak bo'lmaydi ekan. Orqaroqdan orqani talaffuz qilsak, qarang, a deb ko'ring. A deganda tillar pastda turibdi, uni ko'tarib bo'lmaydi. A deganda. Demak, orqani ko'taribroq talaffuz qilamizda ro. Orqani ko'taribamiz endi. Ha? To, zo. Tilning orqasini ko'tarib talaffuz qilib. Demak, siz shunchaki og'izni o'zidan emas, ichkariroqdan qilishga harakat qilishingiz kerak. Shunda sizni tilningiz orqasi uxlayapti, yotibdi, tekis. Uyg'otasiz. O'rganadimi? Miya kelgan u harf yo'g'onligini ko'rdi, eshitdi, o'qidimi? Bajaradi. Chunki siz yo'g'onlikni tanishtirib qo'ygansiz. Miya shuni kelgan bajaradi, tilingiz o'z-o'zidan ko'tarishni boshlaydi. Mana shunaqa mashq qilsak ham bo'ladi. Xo'p. Yana qanaqa savollarimiz bor? Xo'p. Savollarni ko'rib chiqdik, fikr mulohazalarimiz haqida bildik. Endi yoqimli lahzalar haqida gaplashamiz. Xo'p, yoqimli lahzalar ham Madina opa, siz tushuncha berasizmi? Yo'q, Qizlarimiz ko'rishadimi? Chaqirib yuboring. Xo'p, demak, biz hozir markazimiz haqida bu yerga kelmagan o'quvchilarimiz ham bor. Bir-sidir aytib o'tib ketmoqchiman. Boya aytganimdek, Zenur akademiyasida biz faoliyat yuritib kelyapmiz. Sergeli hamda Uchtepa tumanlarida hamda onlayn ravishda ham darslar berilib keladi. Va markazimizda arab tili, ingliz tili va xatotlik bu chiroyli yozuv san'atimizda bor. Ana shu chiroyli yozuv san'atlaridan ham dars beradi. Va bu aytganingizdek, siz 2 raqamini bolalarga ham, kattalarga ham dars beradi deb, xuddi shunaqa hattoki 3 yoshdan boshlab 70 dan oshiq. Albatta bu guruhlarimizda alohida yoshga mo'ljallangan 4 yoshdan 7 yoshgacha, 7 yoshdan 14 yoshgacha va 14 yoshdan 15 yoshdan u yog'i 70 dan oshgan o'quvchilarimiz ham bor. Ta'lim olib, tahsil olib kelishadi. Va ingliz tili ham biz bilan baravar arab tili bilan birgalikda darslar bo'ladi. Bunda asosan bolajonlarimiz, maktab yoshidagi bolajonlarimiz darsga kelishadi. Va grammatika kurslarimiz ham bor. Grammatikada biz bilamiz, birinchi o'rinda fonetika. Fonetika bu aynan siz o'sha arab tilidagi harflarimizni boya aytganimizdek to'g'ri, joyidan, chiroyli, go'zal qilib chiqarib talaffuz qilish. Grammatika esa endi o'sha o'qigan narsamizni tagida nima ma'no, mazmun bor, tarjimasi haqida ta'limot beradigan fan hisoblanadi. Grammatika bilan fonetikani ko'pincha adashtirib qo'yishadi, o'shaning uchun bitta yo'nalish berib o'tdim. Demak, bizga birinchi o'rinda fonetika, ketidan o'z-o'zidan siz o'sha fonetikani o'qiganingizdan keyin o'z-o'zidan sizni olib kiradi grammatikaga. Nima deyotgan ekan endi bu yerda, nima yozilgan ekan, shuncha o'qidim. Ma'nosi qanaqa bo'lyapti? Agar bunaqa o'qib qo'ysam, ma'nosi qanaqa ekan ko'rib chiqdik hozir. Tarjimasini bilishni xohlaysizmi? Mana, tarjimalari ham bor, grammatikalarni ham o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Mana shu kurslarimiz bor. Va hattolik chiroyli yozuv san'ati bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, tashqarilarda kitoblarning ustilarida chiroyli naqshin tortib yozib qo'yishadi. Ana shu yozuvni ham o'ziga yarasha san'ati bor. Mana shu san'at ham o'rganadigan kursimiz bor. Xo'p, marhamat, yoqimli lahzalarimizga bularga navbatni bermoqchi edim. Sizga arab
tili husni xati taqdim etilinadi. Buni o'zingiz Zinnur ruchkalari bilan birgalikda Hozir eng keragi ham, qiziqlisi ham ana harflarni chiqarishda mashqlar. Eng kerakli deb o'ylayman. Mashqlar juda muhim. Dars qiziqarli, foydali, manfaatli dars bo'ldi. Buning uchun rahmat. Uyda maqsad qilib chiqdik, shu 3-4 harfni yaxshi o'zlashtirishga qiynalardik. Ayn harfi, dod harfi, yana ha, 3 ta h-ni. Buni chiroyli tushuntirib berdingiz. Endi amalda qo'llaymiz endi Xudo xolisa. albatta. Rahmat. Qanaqa chiqarishni, tilni qanaqa qo'yishlarni o'rgatganingiz manfaatli bo'ldi. Keyin dod harfini shu tilning uchiga emasda, ikki yoniga ko'proq Bosim berish kerak. Bosim berishligi men uchun ko'proq foydali bo'ldi. Aslida hammamizga manfaatli bo'lsin. Sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham minnatdorman. Menga ham shu dod harfi o'zi o'rgangandim. Ustozim sizni ham ko'rgani keldim. Rahmat. Sog'ingandik sizni. Rahmat mana. Dod harfi juda ham manfaatli bo'ldi. Dars ham juda qiziqarli, juda yaxshi bo'ldi. Kattakon rahmat ustozim sizga ham. Rahmat. Zinnur akademiyasiga ham kattakon rahmat. Uchta halqum tubidagi hlar ularni maxrajdagi ozgina bee'tiborligi ma'noni juda o'zgartirib yuborishligi sizdagi bergan ma'lumotingiz men uchun eng Katta manfaatli bo'lib qoldi. Esda qolarli bo'ldi juda ham. Juda ham anaqa chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. Bu harflarga juda e'tibor berish kerakligini yana bir bor ta'kidlab o'tdingiz. Zo'r.